Xalq deputatlari Yangiqo'rg'on tuman kengashi tomonidan faoliyat samaradorligiga oid viloyat seminari o'tkazildi. Tuman kengashlari raislari, Davlatobod tuman deputatlaridan iborat delegatsiya a'zolari ishtirokida o'tgan tadbirda deputatlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar tahlil etildi. Xalq deputatlari Yangiqo'rg'on tumani kengashi deputatlarining qabulxonalari, okrug pasporti loyihasi taqdimoti va deputatlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida tashkil etilgan ushbu seminar avvalida tuman kengashi raisi, kotibiyat mudiri va faoliyat bilan bog'liq masalalarga daxldor mutaxassislarning ishlashi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining tegishli qarorlariga muvofiq davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini zamon talablari asosida tashkil etish, ochiqlik siyosati asosida jamoatchilik oldida turgan mas'uliyatni his etib ishlash davr talabi ekanligini aytib o'tdilar. Deputatlik nazoratini kuchaytirish, aholi murojaatlarini o'z vaqtida hal etish, doimiy komissiyalar faoliyatini kuchaytirish, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan qarorlar ishlab chiqish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jarayonda samarali jamoatchilik nazoratini olib borish, hududlar infratuzilmasi bilan bog'liq muammolarni hal etish, xotin-qizlar va yoshlar, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami bilan ishlash takomillashib borayotgani aytildi. Bu seminardan ko'zlangan asosiy maqsad kengash faoliyatini Namangan viloyat tajribasi sifatida ko'rsatish va yangi joriy qilingan tuman kengashi raislariga tajriba almashish va uni ko'rsatib berishdan iborat. Chunki yangi tashkil etilgan kengash raislari yangi lavozim, chunki yangi O'zbekistonni yana ham rivojlantirish uchun deputatlarning o'rni juda ham muhim. Xalq deputatlari tuman kengashida asosan doimiy komissiyalarga murojaat qilinadi, chunki aholidan kelayotgan murojaatlar darajasini doimiy komissiyada ko'rib, keyin undan ma'qul kelganda sessiyalarda ko'rib borilyapti. Chunki doimiy komissiyalarda o'zini mutaxassislar bor. Undan tashqari qo'shimcha ekspertlar guruhi tomonidan ham o'rganilarda masalalarni hal etish borasida xalqni rozi qilish. Shu yo'nalishi bo'yicha ham juda katta amaliy ishlar amalga oshirilyapti. Bu jarayonlarda asosan deputatlar o'zi saylangan okruglarga borib saylovchilar bilan uchrashish natijasida muammolarni aniqlash, u muammolarni yetarli darajada yechimlarga topish, tuman darajasida hal bo'lmaydigan masalalar viloyat va respublika darajasida muammolar hal qilinyapti. Seminarda aholi bilan mustahkam aloqa o'rnatish, kambag'allikni qisqartirish, jinoyatchilikning oldini olish, migrantlar bandligini ta'minlash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, mahalla yettiligi bilan hamkorlikda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalalari yuzasidan mutasaddilarning takliflari tinglandi. Har qanday masalani kengash doimiy komissiyasida ko'rib chiqish, kambag'allikni qisqartirish, hudud infratuzilmasini rivojlantirishda deputatlarning ish rejalari bilan tanishildi. 2026-yil 1-yanvardan kengashlarga berilgan yangi vakolatlardan foydalangan holatda byudjet komissiyalari o'zlari oldiga alohida rejalar qo'yib olishgan. Jismoniy va yuridik shaxslarga belgilangan soliq stavkalari, ularga tegishli bo'lgan mulklarni ijaraga berish stavkalari, suv solig'i, asosiy e'tiborni hududlardagi yerlarning unumdorligi, ularning sho'rlanishi, suv bilan ta'minlanishiga qaratdik. Shundan kelib chiqib, asosan biz fuqarolar uchun belgilanayotgan soliq stavkalarini kamaytiruvchi darajasini qo'lladik. Hokimlarimizni tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini tinglaymiz. Aynan shu dasturlarni tashkil etish jarayonida ham byudjet komissiyasi faol ishtirok etadi. Bunda asosan e'tiborni infratuzilmani rivojlantirishga qaratamiz. Seminarda deputat so'rovi institutidan samarali foydalanish borasidagi tajribalar o'rtoqlashildi. Mahalla yettiligi, kengash, senat tamoyili asosida deputat qabullarini tashkil etish, qarorlar ijrosini tahlil etish, hududlardagi profilaktika ishlari natijasini o'rganish, deputatlik guruhlari faoliyatini kuchaytirish yuzasidan takliflar aytildi. Seminar ishtirokchilari Bunyodkor mahallasidagi deputat qabulxonasi bilan tanishdilar. Shundan so'ng ichki turizmni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida mahalliy investitsiya dasturi asosida mukammal ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan barpo etilayotgan turizm maskani bilan tanishdilar. Bu kabi o'rganishlar davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish hamda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishda o'ziga xos imkoniyat yaratadi.